obviously look at your eyes. Really? Yeah. If someone is in front of you is very technical and you know. Bugungi videoda hozir ko'rganingizdek e-futbolda juda samarali uslublardan biri bo'lgan fake shot yoxud berilgan zarbalarni bekor qilishni sizlarga o'rgataman. Bundan oldin esa meni profilimga obuna bo'lib qo'ying, chunki bundan da qiziq videolar hali oldinda. Biz birinchi navbatda fake shot qilishimiz uchun shot tugmasini bosganimizdan so'ng futbolchimiz zarbani berib to'pni o'zidan chiqarib yuborishidan oldin mishkani tezgina surib qo'yib yuboramiz va natijada ushbu uslub bilan fake shot hosil bo'ladi. Va siz ushbu uslub yordamida futbolchilarni aldashda, dribling qilishda yoki berilayotgan hatto zarbalarni to'g'rilashda foydalanishingiz mumkin. Mana shunaqa foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta meni profilimga obuna bo'lib qo'ying.